Assalomu alaykum aziz obunachilar. 29-maktabni oldidagi uyimiz, hovlimiz tayyor bo'ldi. Hozir obzorlarni ko'rib o'tamiz. Yonidagi qo'shnilar ham remont ishlarini boshlab yuborishgan. Ishlarni ko'rsatib o'taman. Bu tashqi fasadlari 2 etажga plus mansarda, zelyoniy zonasi. Bu tomonimizda tashqi sanuzel. Ichkariga kirganimizda chap qo'limizda mehmonxona keladi. To'g'rida spalniy, detskiy va kotyolniy xona. Ikkinchi etajga chiqishimiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda hol. Bu tomonda o'ng qo'limizda yana bitta xona. Bu yerda yana detskiy, spalniy va sanuzel uchun joy tashlab ketilgan. Plus mansardasi. Mansardani ham bitta katta xona qilib bersa bo'ladi. Egalari uyimiz uchun 61.500 narx aytishyapti. Yana oz-moz kam bor. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin.